teraklardan hamma o'z holicha qilib, ushasangiz yiqilib ketadigan bo'lib, bolalardan qo'rqib yashadik shu vaqtgacha. Salkam 80 bilan yuzlashayotgan bu jonning ayni muammolari yuzasidan bir emas, ikki emas, naq 3 marotaba Farg'ona viloyati Bag'dod tumanidagi 2-Bag'dod qishlog'iga kelgan edik. Yomg'ir bo'lsa, shamol bo'lsa, qayta zamkani bo'lar ekan deb qo'rqib o'tiramiz. Salbiy holatda ana ko'rib tursa, chiriyotdi, o'ynayman deyotibdi bari. Yog'ochlarda g'isir bo'ladi, qo'qas, ko'chada yurgan hamma uyga kirib ketadi. Murojaatingiz o'rgangandan keyin muammolar hal etildimi bujon? Hal etildi, yangi stalbalar qo'yildi, simlar tortildi, svetlarimiz yoriq. Xursandmisiz? Xursandman. Sizlarga rahmat. Shunchalik yaratib berganlaring uchun rahmat qizlarim. Tanijonlaring sog' bo'lsin, doim salomat yuringlar. Xalq xizmatida bo'laveringlar. Rahmat kattakon. Ilohim. Demak, millarda yana bir natija. Semin stalbalar qo'yishdi mana, yangi simlar qo'yishdi. Mana Xudoga shukr, hammani sveti yoriq. Kelganlarga rahmat. Ko'chamizda hamma xursand. Piltalarimizni somsalar pishirib mazza qilib o'tiribmiz. Millarga rahmat. Shamol kelsa qo'rqib turardik, uzilib ketarmikan simlarni. Shamolning farqi yo'q hozir. Bemalol mana kecha qanaqa shamol bo'ldi, o'shanda ham mana ko'ryapsizlar. Qilt etmay turibdi. Qo'rqinch yo'q, boshqa narsa yo'q. Mana istalbalarimiz o'sha semin istalbaga almashtirildi. Mana simlarimiz tortishib berdi. Hamma xursand. Mana ayollarimiz ham xursand. Yaxshi ham shular keldi, shulardan keyin bo'ldi deb elektrisitetga, hokimiyatga, millarga ham katta rahmat. Ko'chib kelingan 35 yil bo'lgan bo'lsa, o'shandan beri sim yog'ochlarda, yog'och istalbalarda turardik. Millar dasturiga murojaat qildik. Murojaatimiz o'sha hokimiyatdagilarga, elektrisitet mutasaddi xodimlariga yetib bordi. Xudoga shukr, alishtirib berishdi. Hokimiyatdagilarga ham, elektrisitet rahbarlariga ham, millarga ham kattakon rahmat. Mazkur hududni murojaat bo'yicha kelib o'rganganimizda ushbu hudud haqiqatan ham yaroqsiz tayanchlardan foydalanib kelayotganligi, qo'lbola tayanchlar, eksploatatsiya yaroqsiz bo'lgan tayanchlardan foydalanib kelayotganligini ko'rdik. Biz ushbu o'rganganimizdan keyin mahalla budjet mablag'lariga olingan tayanchlarni, o'zimizning tashkilotimiz tomonidan berilgan tayanchlarni jami 30 tayanch o'rnatdik, temir beton yaroqdan o'rnatdik va bu hududga yangi simlar tortdik. Hozir mahallalarda ta'minoti norozilik kayfiyati yo'q, haqiqatan sifati yaxshi foydalanib kelinmoqda. Aytilgan barcha muammolar bartaraf etildi. Mazkur hudud aholisining 35 yillik muammosini ijobiy hal etishda ko'maklashgan Bag'dod tumani hokimligi, Farg'ona hudud elektr tarmoqlari korxonasi Bag'dod tumani bo'limi xodimlariga Millar dasturi nomidan minnatdorchilik bildiramiz va biz natijalar qilishda davom etamiz.